Assalomu alaykum azizlar, uzoq kutilgan mana vaqt keldi. Nasib bo'lsa 70 kvadrat bo'lgan joyimiz tugadi. Bu ideal, juda ham chiroyli fason chiqdi. Hammaga nasib qilsa niyat qilgan like bosamiz. Usta Xurshid jamoasi tugatib olishdi. Yorug' yuz bilan chiroyli qilib sokinlarcha tozalab berishdi. Narx-navolar haqida bir qator aytib o'tamiz. Bu Jeno, Kasbi tuman Jenoda bitta bo'lgan, bu Kasbi tuman Bug'londa ikkinchisi bo'ldi. Hammaga omad, topganingizga Alloh baraka bersin, obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi har kunlik video chiqarib boramiz. Shogirdlarning videolarini chiqaryapmiz. Juda ham ideal terilgan. Mana Abdulsof yig'ish 320 mingdan bo'lgan ekan. Oldin ham videolarni chiqarganmiz. Mana shu fason. O'sha nima deydi? Materiallar g'ishi, usta haqqi, mayda chuytasi bilan bo'lgan. G'ish sotib olish, usta puli hammasi mana. Tepa qismlarga e'tibor berasizlar, juda ham yangilik qilishdi. Yangi fason juda ham chiroyli chiqqan. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlar like bosib qo'yamiz, like kutamiz. Nasib bo'lsa sizlar uchun mana video qilyapmiz. Fasad qismi Abdulsofga tugadi. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa Qashqadaryo bo'yicha imkon qadar yaxshi biladi. Telefon qilsanglar. 150 mingdan shu fason terib berishgan, 140 mingdan 170 minggacha usta haqqi hisoblanar ekan. Ustalarimizdan so'radik. Va marmarlar, sokinlar alohida biladi. 50 sm 250 ming, 60 sm 270 ming marmarni olib kelib faska ochilgan holda mana shunday qilib terib berishadi. Faqat uyiga sement, o'sha qumini olib beradi. Orasiga rasvor quyiladi o'sha. Juda ham chiroyli chiqdi. Hammaga nasib qilsin. Abdulsof akamiz Samarqand g'ish. Bu har bittasi mehr berib bitta stanovdan o'tgan, o'shagina videolarni chiqargandik. Sabab standart emas, shuning uchun har bittasida ishlov berib chiqiladi. Masalan, primerni 4000 ta ketsa, 4000 ta hammasi stanovdan o'tadi. Mana bular hammasi ruchnoy qilib chiqiladi, gulchalar. Tayyor gul bo'lmaydi bu. Uголокli bo'lishi mumkin, boshqa g'ishlarni standartni Eron texnologiya asosida ishlab chiqarilgan g'ishlarni. Bunda lekin ruchnoy qilingan, mana atkoslaga ham e'tibor berasizlar. Juda ham ko'rkam, chiroyli tarzda chiqdi, rashpkasi qilindi. Bu sementga burchakka qora rangini qo'shiladi. Hech qanday issiq ham o'chmaydi, yomg'irga ham tushib ketmaydi. Mana artib yuvib berishdi. Mana bu shurlaganlar muammo bo'lmaydi. Nasib bo'lsa keyin bir sezon o'zi shamolda o'zi uchib ketadi bu. Keyin sezonga qolmaydi. Sababi boshqa videolar ham ko'rsatamiz. Bu sementniki suvdiki chiqishi mumkin. Yil qo'shishadi, o'sha muloyim bo'lish uchun, birdan qotib qolmasligi uchun. O'shani oq chiqishi mumkin, mana bunday sho'roqlaganga o'xshab ketadi, lekin hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q uni. 150 ming do'stlar haqqi bo'ldi. Demak, 320 mingga uy egasi 1 metr kvadrat bo'lgan, 70 kvadrat bo'lgan joy mana. Kasbi tuman Bug'londa. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlar like bosib qo'yamiz, fikrlarni kutamiz. E'tibor beringlar, juda ham chiroyli chiqqan. Idealni liniyalari ham juda ham ko'rkam chiqqan. Mana tugatib lisalarni o'z joylab qo'yishgan. Kuzatib boringlar. Instagramni ham o'sha Usta Tohir yoki Hunarmand yozisizlar chiqadi. Har kunlik video chiqarib boramiz. Qo'llab-quvvatlab tursangizlar, fikrlarni bildirib, bizga nasib bo'lsa sizlar uchun harakat qilib videolarni chiqarib boraveramiz. Endi hammaga har xil variant yoqadi. Ayrimlar travertin, ayrimlar yipkamin, ayrimlar Abdulsofga, ayrimlar ishga turka ustidan rang qilib qo'yadi. Nasib bo'lsa bu jarayonlarni hammasini ham etap-etap ko'rsatib boraveramiz. Tekstligi ham ideal, atbeslar bilan chotki qilib berib berishadi. 20 yildan ko'p tajribaga ega Usta Xurshid jamoasi. Ustobimiz, shogirdlar ham ko'p, 50-60 dan ziyod. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar nasib bo'lsa. Obuna bo'lib qo'yinglar azizlar, har kunlik video chiqarib boramiz sizlar uchun. Ko'rib qo'llab-quvvatlab fikrlarni yozib tursangizlar, bizlar xursand bo'lamiz. Omad barchaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqam qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar.